أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الصوم المفروض. فرض قلنغن روزلارنın içiken ikinci kısmı وهو الكلام في الفطر وأحكامه. Bununki söz hazırlığında ağız içiş ve şunga münasebetlik ahkamlar buludu dedi. Vel muftiruna fi şer'i ala thalathat aqsam. Ağız açılgan kişiler şeriatta üç türge ayrış mümkün değil. Üç türge bölündü. Birincisi sınıfın yecuzu lahul fitru ve savmu bi icma. Bir kısım kişilerge barlık alimlerin bir tek ittifakı bilen ağız içmesi bulduğalla buldu. Mesela keselgen alimler bu roz tutmay ağız açsan buldu. Ağız içmezse roz tutmazlar. Ramazan'da mesela. Ve sınıfın yecibu aleyhil fitr ala ihtilafin fi zalika beynel muslimin. Yani bir kısmı Müslümanların oturdan da ihtilaf olsun bu meselede. Lekin ağız iç kerek dep qaralgan kısım. Azdır köpür ihtilaf var. Lekin umuman da ağız iç kerek dep qaralıptı. Bu meselen belki qattiq qilinib ketgan musafir deydi. Ve sınıfın la yecuz lahul fitr. Yani bir kısmı roz tutmay qalsa bo'lmaydi. Ağız içesi bo'lmaydi. Yani çok roz tutish kerak degan. Sağlam, muqim kişiler. Ve kullu vahid min haula tata'allaqu bihi ahkam. Demek her birininki ayrım ahkamları var. Bu xuddi hozir bir kirish so'zdek ma qismga da nimani bahs qilmoqchi shuni bayon qilib qo'yadi. Ammallazina yajuz lahumal amran, ig'zasin bo'ldigan, ro'zsin bo'ldigan kishilar bo'lsa, fal maridu bittifaq. Kesal kishi sizlar ro'z tutsin mayliga, ig'zasin ruxsat. Wal musafiru bi ixtilaf. Musafirga ham sal azra ixtilof bor. Wal hamil wal murdi va shayxul kabir. Yana hamilda va qiymatidigan va yashnib qolgan kishilar. Bularga ham da bir ruxsat var. Ve hada at-taqsim kulluhu mujma'un alayh. Bunda ayrish, bunda bo'lash hammasi olimlarning o'rtasida ittifoq bor edi. İcma ile ittifakın farkı var mı? İcma degan hech qanday birisimi sirtida qolmagan, hammasi birdek ma'qul kelgan bo'ladi. İttifaq degan ko'pchilik olimlarning asosan ma'qul kelgan. Yani icma kuchliroq. Yani musafirga kelsak, fannadu fihi fi mawadi'a minha. Musafirga nisbatan bir necha masalalar bor. Hal insami ama roz tutup qalsa musafir kishi tutgan ro'zi hisob bo'lib gadini saqit bo'lamdi farz ro'zi yoki saqit bo'lmaydi va hal in kana yuzil musafira sawmuhu al afdal lahu as-sawmu aw al-fitr va bu hisob bo'lgan bo'lsa uni ro'z tutishi afzalmi ig'iz ichishi afzalmi yoki uni ixtiyorlik qilmi va hal al-fitr al-jaizu lahu huwa fi safarin mahdud ama qulunga ruxsat qilingan ig'iz ichish bo'lsa u ma'lum bir cheklimisi bor safardimi yoki qanday safarlan bo'lsa bo'laveramdi 15 kilometrlik safar 1000 kilometrlik safar bunda bo'lamdi va mata iftir musafir kishi qachon ig'iz ochadi deydi. Çünkü musafir kishi masalan ro'z tutgan holatda safarni boshlab qolsa ig'iz ichaveramdi yoki ro'z tutiblam deganda shaga yetib kelgan chog'da ig'iz ichaveram degandek ahvollar bor. Va mata yumsi qachon ochdi to'xtab oladi tutib oladi masalan. Ro'z tutishni qachondan boshlab tutadi yoki ig'iz ochgan vaqtda kelib qolsa tutib olamdi yani. وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ Ramazan ayının bir kısmı ötüp gitti. Yani Ramazan kirip bir neçə gün ötkendan keyin bu qaççı safarga atlansa bo'lamdi. Ramazanning ichida, xuddi Suudi Arabistondagi, Xalijdagi ba'zi rohatparast arablarning qilgandek boshqa safar qilmay, Ramazan o'dillar bilan safar qilib, biz musafir, ro'z tutmasak bo'ldi deb ro'zni kechiktirish uchun yoki undan tutulish uchun qiladi. Thumma idza aftara ma hukmuhu. Safar qilib anda ig'zasini hukmi nima? وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر. أمده كسل كشيما بون قرطة بحث قلدغنمز في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر. خندارك كسل لوسا عند إغزش رخصت با كسل يغرم كسل ينقلم كسل أمس كسل وفي حكم الفطر إغزش بقاسا بنو مكمن بلدوه دي بحث قلدغن مسألة مشولا. يعني برين مسألة كاسك وهي إنسام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ Kesel musafir kişi tutsun buldu dilqo tutup kaldı mesela. Tutkan takdirde şu ro'zi farz ro'zining o'rnida gadindan saqlandı, yani ada bulandı. فإنهم اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه. Köpçülük alimler oldu gadindan saqit oldu. Şu farz ro'zini ada qilgan bo'ldi. Va zahaba ahlul zohir zohiriylar ya ada qilmaydi. Bu yanıla başka kunlarda onun qazosini qilish kerak. Zohiriy bo'lganligi bular.
فعدة من أيام resmi zahirlikini tuttu. Ve sebep fi ihtilafihim teraddudu kavlihi Teala. Bir yeri talaş tartış. Şu ayetteki mezmunun düşünüşü ibaret. Femen kana minkum maridan ev ala seferin fe'iddetun min eyyamin ukhar. Ayna en yuhmal ala'l hakika. Muş ayetne muş aynen hakikati boyunca bundan düşünemdik. Bunda düşünüp qalsak ham da fala yakunu zalika mahzufun aslan. Bu yerda hazf qilinib ketgan bir so'z yo'q. Shuni alam tushunamiz. Aw yuhmal ala'l majaz yoki buni majaz bo'yicha düşünemdik. Yani bir yerde elip taşlanıp ketken bir söz vardı. Fekunu takdir fa aftara fa'iddatu min eyyam ukhar. Yani femen kana minkum maridan ev ala seferin fa aftara. Yani seferde ya kesel bulab qilib ig'iz ichib etgan bo'lsa, ondan boshqa kunni tutib olsin degan bo'lamdi. Agar ig'iz ochmagan bo'lsa, tutmasin bo'ldi degan bo'ldi. Tamam. Va hada al-hadf fi al-kalam wallazi ya'rifu ahli sina'at al-kalam bi lahn al-khitab. Sina'at al-kalam lug'at shunaslar, usul fiqh shunaslar. Nimda tushunadimi shuni? O'sha elib tashlab etishni lahn al-khitab deb ataydi. Lahn al-khitab degan xuddi fahva al-khitab. Bir so'zning bunda uramidan tushunib oladigan mazmun, hukm. Şu uramı deymiz. Sözün uramı, siyaqi yoki. Gapningda oldikayni uramı qarab, bu manda demoqchi ekan deb, yani manda degan mazmun bor deb tushunadigan narsa shu hukmni lahnul xitob deymiz. Mesela uffun deganimda darb va shatn deganlar qiyas avla bo'ldi. Bumi shu fahval xitobning bir turi shu. Yani bu mafhumul muvafiqaning bir turi emas. Lekin darajasiga bog'liq hamdi bu. Qanchalik aniq tushungili bo'ladi, shuni qarashlar. Demek mesela icaz var. Bu icaz nima? Ma'niga chetishlik qilamda bir so'zni qisqartirib o'tgan bo'ldi deylarmi? Demak bu ilmul ma'niga munosabatlik. Itnob, ijaz degandek. Bu yerda bir mo'jiz qilib akeldi, qisqartib. Bu yerda majaz, lahnul xitob deb ataldi deydi. Yani mushu aftara degan so'zni biz hozir mushu oyatning uramididan shunda o'xshar qilgan aftara degan so'z borkin deb tushunamiz deydi. فمن حمل الآية على الحقيقة يعني هذا حذف يوق يعني مش أين مش شو دب شنجلا مجاز أقام الله قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخر demek musafir farz olgan narsa baş gün tutulur. Şu çağı tutuşamaz. Geldiğin farz olanı baş gün tutuştu. Fa'iddatun min ayyam ukhar. Demek ig'iz açsın, açmışsan, ro'za tutsun yani baş gün tutuş gerek. Bu özünün tutgan özünün fidokorlik bilan tutgan ro'za oldu. Lekin farz o'g'ini keyin keladi demak. Va man qaddara fa aftara degan so'zni taqdir qilganlar bo'lsa, ya'ni jumhur, qala innama farduhu iddatun min ayyam ukhar idza aftara. Shu Ramazonda ro'za tutmay ig'iz ichib etgan bo'lsa, ondan uning o'rniga boshqa kun tutish kerak degan bo'ldi deb tushunadi. Vakilal fariqayn yurajjahu ta'wilahu bil athar ash-shahidati likilal mafhumayn. Demak, ikkili hukmni kuchlantiradigan hadis asarlar bilan o'zining qarashini kuchlantirdi dedi. Ikkili guruh. Va in kana al-aslu huwa an yuhmal ash-shay'u ala al-haqiqa hatta yadulla ala hamli ala al-majaz. Unda asl qoida bitta al-asl al-haqiqa. Asli so'z haqiqat bo'yicha ishlatilgan bo'lishi kerak. Qarini bo'lmagan taqdirda, ma'lum bir dalil bo'lmagan taqdirda majazlikqa bu haqiqat kelgan bo'ladi. Majaz yana bitta istimollar fi g'ayri ma wudi'a lahu li qarina mani'a min iradati al-ma'na al-haqiqi. Amma al-jumhur an ko'pchilik olimlar fayahtajjuna li madhhabihim bima thabata min hadith Anas radhiyallahu anhu qala safarna ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan falam ya'id as-sa'imu 'ala al-muftiri wa la al-muftiru 'ala as-sa'im. Biz Rasulullah sallallahu alayhi wasallam safar qilgandik. Ramazonda ro'za tutganlar, ya'ni shu bir qo'shin ishga ro'za tutganlar, ig'iz ochganlarni ayblamadi, ig'iz ochganlar ro'za tutganlarni ayblamadi. وبما ثبت عنه أيضا أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. Bu anda enik mesele bu. Ro'za tutganlar Ramazonning ro'zasini tutgan demakchi. Lekin u o'sha Ramazonda musafirlar Ramazonning ro'zasini tutib Ramazon chiqib ketgandan keyin shu fa'iddatun min ayyamin ukhra to'lg'ash uchun ro'za tutganlik sabit bo'ladi. Ya. Sabit emas. Ya shu Ramazonning ro'zasini tutgan demakchi o'sha. Endi ahli zohir yahtajjuna li madhhabihim bima thabata an ibn Abbas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kharaja ila Makka amal fath fi Ramazon. Ramazonda Makka fath qilishga otlangan chaqda Ramazonda Makka tarafga yurish qilgan. Fasama hatta balag'al kadid. Kadidga yetib borgancha qadar ro'za tutgan dedi. Thumma aftar. Kadidga berib bo'lib, andan ig'iz ichib dedi. Yani ro'zasini buzib etdi. Fa aftaran nas. Shundan qo'shinmi? O'sha nas kimdan iborat? Qo'shin. Qo'shinmi ig'iz ichib etdi dedi. Ana
Gazalanın rivayeti muttefakun aleyh. Lafzıda okşmaydı. Mavo ikincisi İmam Malik rivayet kılgan İbn Şihab. Ve kanu degenem de İbn Şihab'da rivayet kılıp bu hadisni İbn Şihab aftarannas deb rivayet qilib qo'ygan ekan, unda ve kanu deb İbn Şihab so'z boshladi. Ve kanu yaquduna bil ahdathi fal ahdathi min amri Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Sahabelar tutduğunu, amal qildig'ini Rasulullohning oxirgi ishlarini hisob qilib tutdi demak. Ya'ni bu nimani ishorat qiladi da? Burunqa Ramazonning ro'zasini musofir holatdan tutib o'tish bu mansukda va Rasululloh Makka fathiga yurish qilgan chaqda Hijrining 8-yili yurish qilgan chaqda ig'za ichayotgan. Ig'za ichayotganligi u chaqda ro'za tutmay, shu Ramazonning ro'zasini sen musofir bo'lgan ekan, keyin tutib olsa deganligini bildirdi. Biz shuni olamiz, burun qilsa amaldan qolgan demakchi. Qalu va hada yadullu ala nasx as-sawm. Musafirning ro'za tutishi va tutgan ro'za Ramazon hisob bo'lishi amaldan qolgan demakchi. Amaliyotda bu nimani bildirdi? Nasxim bildiramda. Nasxim bildirmaydi. Yani caizligini bildirishi mumkin. Yani ro'za tutsa jaiz. إغزاء جائز. قال أبو عمر بن عبد البر والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه. Yani kesel kişinin icma var. Keselge ruhsat bulduk mesela. Rüzman kendi tutarsan bulduk. Yani kesel kişi yak berdaşlıkır çidap durup tutma. Kişini alsam mı da tutup kalsa şu Ramazan'ın roz kesip bulamdı mı bu dette. Bunu da ehli zahir makul gelgen. Daha ki mağını makul gelgen iken mağını makul kemisiniz bulmaydı. Nima uchun ma'lum ma'qul keldingiz? Ma'lum ma'qul keldingiz deb avliga bunda hujjatni tutib olamiz demak. Demak, buni jumhurning qarashi mana aniqlam mana deb. Endi ikkinchi masalaga kelsak, va hiya hal sawm afdal aw al-fitr. Musafir kishi safar ustida, hadi aeroplanda, mashinada, poyezdda masalan, farqli safar qilamiz. Bu chog'da ro'za tutsak yaxshimi yo ig'za ichsak yaxshimi? Qaysi afzal? İşkiliş caizliği qadir. Yani afdallık degan işkiliş caizlikten andın çıkılan gap. İza qulna innahu min ahlil fitr. Yani biz ig'zasi buldu deb qaradiq-ku. Jumhurning qarashida musafir ig'zasi buldu dedik. Ro'za tutsasin buldu dedik. Ama mushi bo'yicha kelib chiqadigan gap ma. Lekin zahirning mushi bo'yicha u ro'za tutib bo'lmaydi degan gap. Yani hisob bo'lmaydi degan ma'no bor. Fa innahu ikhtalafu fi zalika ala thalathati madahib. Fa ba'duhum ra'a as-sawm afdal. Ro'za tutish afzal deb qarabdi. Bu afzal degani qiynalib ketmaydigan bo'lsa demakchi. Favqulodda qiynalib ketmaydigan bo'lsa, ro'za tutgan yaxshi. Chunki qiynalib ketsa o'chada, keyin o'zi qiynalib ketib, keyin anda ibodatdan alaqa zerikandek ya shikoyat qilgandek olib tushib qolgan bo'lsa, o'zingga qarab ish qiladi demakchi. Va mimman qala bi hadal qawl Malik va Abu Hanifa va Shafi'i deydi. Imam Shafi'i uch deydi. As-sawm afdal va ba'dhum ra'a anna al-fitr afdal. Yani bazılar ig'zish afzal debdi. Ve mimmen qala bi hadal qawl Ahmad ve cema'a. Cema'a degani mesela İshaq ibn Rahaway, Avza'i degandek aldı. Ve mimmen qala bi hadal qawl Ahmad ve cema'atun. Ve ba'duhum ra'a anna zalika ala at-takhir. Yani bazılar ixtiyaran debdi. Bir-birida afzal degan gapi qani qiziq o'xshash demak. Bu o'ttirdiroq turibdi bular. Ve sebebi fi ixtilafi muaradatul mafhum min zalika li zahir ba'd al-manqul. Demek şu bazı hadislerden aldığı hükümünki bazı hadislerinin zahiriga misal zitkep qalğanlıqdır. Ve muaradatul manquli ba'duhu li ba'd. Demek bu yerda mafhum degani dalil aqlinin bazı hadislerinin zahiriga zitkep qilishi deb tushunsak bo'ladi. Ondan hadisning hadisga zitkep qilishi deydi. Ve zalika annal ma'nal ma'qul, endi ma'nal ma'qul degani mishada xuddan mafhum degandek aqli dalilimitte min icazetil fitr lis-saim ro'zasizgan kishiga ig'za ichmasdan mayli deb ruxsat qilishdan nima tushunamiz biz? Bu yerda bir ruxsat bor ekan, mashaqqat o'g'irlik uchun deb tushunamiz. Va ma kana ruxsatan fal afdalu tarku ruxsa. Ruxsat o'g'irlikan bu yerda ruxsatni olmaslik yaxshi debdi. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه خرجه مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. demek mi? Terk ruhsat debdi. Lekin ma yashadu lihada hadis degani bu yerda ruxsatni elishni afzal datidir. Hadisda ruxsat alsang afzal demakchi. Chunki faman akhada biha bir ruxsa
Hasan dedi. Ama men ahabba an yasuma yani ruhsat almay azimullah indalim qilverman desa fala günah alayhi yani Hasan demedi. Onun günahı yok dedi. Ondan karkı ruhsaga madis dil bulanmaydı. Tamam? Ama kan ruhsa fal afdal akhzur ruhsa desak anna mushaddis sana dalil oldu. Demek yani bu egzeçilikke qarta dalalati kuchliq ma'lisdan. Egzeçvatsan yaxshi degan. Va amma ma warada min qawlihi sallallohu alayhi vasallam laysa min al-birri an tasuma fi as-safar. Bu Buxoriyga hadis-ku. Ma'lis kasak unda bu mo ro'zdan yaxshi emas degan gap. Nima? Yani al-akhz bir ruhsana yaxshi da'atilmiş hadis bu. Va min anna akhir fi'lihi sallallohu alayhi vasallam kana al-fitr. Yani mana Rasulullahning oxirgi ishi xuddi shu keditga borgan chaqda egzichib etgan Rasululloh. Tamam? Bu oxirgi vaqtlardagi ishizlari bo'lgan ekan, bumi egzi etishninki yaxshi afzallikni bildirdi. Demak, bu yerda egzi etish tarafi sal egri vasudi mi yani afzallikda. Çünkü Allah Taala ruxsat qilib, kanchilik qilsa uni Allohning hadiyasini qabul qilinglar degan hadisdan boshlama. Bu şey elish yaxshi endi, qabul qilish yaxshi. Endi lakinnal fitra lamma kana laysa hukman. Endi egzi etishgan bir hukm emas. Bu bir ish qonda. Bu bir hukm emas. Yani bu bir mubashni qilishning qatoridan. Bo'g'achqa asra alal jumhur an yada'al mubaha yani fitra demishadi. Fitrni afdal minal hukm debdi. Xuddi hukmni emas so'ng. Jumhur bu egzich ro'zishdan afzal demay qoldi deydi. Chunki egzichga Alloh tomonidan belgilangan bir hukm emas. Bu bir xil hamda mubashni qilishga iborat, ruxsat qilingan bir hamda ish, yengillitilgan bir ish takmasdan. Ammo asli hukmni aytdi ro'za tutishdi. Undan keyin asli hukmdan ma afzal demay qoldi bular. Ammo dalilcha ro'za tutmaslik egzichlikni afzalligini ko'rsatdi. Lekin jumhur hamda ma hukm ma bir xil ruxsat olgan ekan, hukmdan a'lo bilinmay uni demay qoldi. Ash mubahma hukmning ichida. Lekin ma farz ibodatning birisi. Avvalda bunda kan tashaq qo'yilgan bir ishdak bunda. Ya'ni hamda jumhur savm afdal dedi. Yani Allah belgilagan bu farz ibodat bu. Bu şey afzal deb qaradi. Odatga izzatiz ichida uningda afzal demabdan. Çünkü Allah belgilagan bir alohida bir ibodat bo'lganki, unda afzal demay qopti. Ammo dalil jihatdan xuddi muallif hozir dalil jihatdan fitr afdal degan nima kuchliroq ko'rinyapti. Jumhur lekin bunda deyishdan ta'tim qildi dedi. Endi bu ro'zishning afzalligi nereden chiqadi? Bu xuddi bir xil ehtiyot tarafdan nima qilsa, bu jar afzal chiqadi. Xuddi masalan, bu musafir balki shu safarni qilib qolib o'lib qolishi mumkin. O'lib qolish gadini ro'zi qaldimi, qolmadimi? Sen safar ustida tutmassan, chidab, bu hamini kallan saqayda qarzini ado qilgan bo'lsa, kechiktirib keyin tutib olay desang, keyin og'rib qolamsa, vaqt o'lib qolamsa, bu chaqda gadini ro'zi qilib qolgan holat ketib qolsa, balki varislaring tutish kerak bo'lib qoldi uni. Bundan hozirlar masalani qazni ado qilib o'tay deb bunda matrabni yaxshi degan bo'lishi mumkin. Antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Shundan afzallikni chiqarish mumkin. Antasumu khayrul lakum. Qad qal mutakallima bil Qur'onning vaqasini shuga alladina yusiqunahu fidyatun ta'am miskin. Fa huwa khayrul lah va antasumu khayrul lakum. Ro'z afzal demakchi. Xuddi shu ruxsat qilingan ahvollarni ruxsat qilingan yaxshi, satjinal sanglamon degan. Va o'sha afzallik shu birat zimmaga olib borganlik jihatdan. Gadinda saqt qildan uni. Demek bu kişinin baklam kişinin ketmeydiğin bolsa. Ve amma man khayyara fi zalik amda 3-nji görüp alimlar çıkısan qani qilsan o'xshash bu ma'noda afzal demaymiz geldi. Kalimaka nima uchun kalimaka hadis Aisha radhiyallohu anha qalat sa'ala Hamza ibn Amr al-Aslami Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an as-siyam fi as-safar faqala in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftar kharajahu al-jama'a maktub Muslim debdi. Tahrijdan debdi. Muttafaqun alayhi debdi. Kharajahu al-Bukhari va Muslim. Kharajahu al-jama'a. Bu yerda hozir mushahidisini dalil qilib turib o'xshash debdi. Demak, buning afzallikni deyish necha e'tibor bilan. Gadinning taqib qilishini ko'z tutsak, ro'zish afzal. Ondan qizinib ketib, bak bulanmay, ondan o'zimizning aloqa pishman qilib qoldigan, tutmasam bo'lib ketgan deb ibodatini zerikkandek bunda bo'lgan bo'lsa, tutmagan afzal. Alloh taolaning hadiyasini qabul qilish, kamchilikdan foydalanishyapti, tutmaslik afzal. Ahvol qarab. Ramazonda og'rib qoldi. Endi shu hafta ro'za tutmadi. Ro'za tutmay shu og'rib o'lib ketdi. Onun qazasini nimasi qilaman. Onun ya qazası qildi, varislar tutdi, ya onun kafarati binas berish kerakmi? Chunki u kasal odamga sal keyin tutish ya kechiktirishga qarta degan shu vaqtdagi o'zini vojibga ko'tarib chiqdi, shu vaqtga nisbatan shu og'rib qolgan.
Ya şu çağda tutuşatın meydan. Yançılık var. Lekin kim tutamasa geldiğinde kalğan hesaptan. Şu kesildi Ramazan'dan sonra ilap kesildi. Hiç olmasa keparetini veriş gerek ya. Keparet veriş gerek. Arasları kızasının kısa keparet kemedi bu. Kemedi. Tutup koysa buldu. Asqatıdığan narsa. Üçüncü mesele ve hiye helil fitrul caizu lil musafir huve fi seferin mahdud ev fi seferin gayri mahdud. Eğiz etişine mubah kılılgan seferinin miqdarı qanchalik? Kichikkin sefer olsunmu o'xshash, uzun sefer olsun o'xshashmi yoki buning cheklimasi bormi? Fa innal ulama ixtilaf fiha fadala al-jumhur ila annahu innama yuftiru fi as-safar alladhi taqsuru fihi as-salah. Yani tuqsaru fihi as-salah. Namaz qasr qilingan masofalik safar bo'lsa, undan o'sha ig'zashga ruxsat qilindi deb ko'pchilik olim. Va zalika ala hasab ixtilafin fi hadhihi al-masala. Bu masalada albatta o'zaro ixtilof bor. Lekin shuning har birisi manchilikdan deb baqqan. Hammasi shunchalik miqdorda bo'lsa, undan ig'zasi bo'ldi deb qaraydi. Yani ko'pchilik olimlar 83 kilometr deydi hozir. Marhalatan deb qo'ydi masalan. Marhalani 42 kilometr, 42,5 kilometr desak, ikkisi 85 kilometr bo'ldi. Şu hozir 84 kilometr, 85 kilometr, 86 kilometr deb mo'ljallaydi. Ba'zilar masofa yomon olaylar degan, ba'zilar 3 marhala degan, ba'zilar salasat farasix degan. Farsax degan 5 kilometr qildi. Salas farasix bo'lsa 15 kilometr farqli. Ba'zi salat amyal degan. Salat amyal va salat faras degan bir nima bor. Salat amyal bo'lsa 5 kilometr bo'ladi. Bir farsax salat amyal. Ve zahaba qawmun ila annahu yuftir fi kulli ma yantaliq alayhi ismu safar. Demek zahirilning keldi. Safar bilan bo'ladi ekan, safar deblam atildigan narsa bo'ldi ekan, bu chaqda ig'zasi bo'ladi. Bu ismga istilog'liq. Zahirlik söz bilan ism oldi. Ve sebep ixtilafi muarada zahir lafz al-ma'na. Lafzdan zahiran mazmuni bir-biriga kep qildi. Safar desa, kichkina olsin safar bo'ldi. Men desak, endi ravus bir amda safarga otlanib, bunda qildigan safarni undan safar deymiz. Ya'ni qiyinchiligi va hali uzun japatat mangdigan narsa safar bo'ldi. Ve derken lafz enne kullama yantaliq alayhi ism musafir falau an yuftar. Lafzga asoslansak, ay musafir deb atildigan bir ahvolda kishi bo'lsa, bu chaqda ig'zasi ruxsat bo'ldi. Liqavli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin degan ekan. Fa'idatu min ayyamin ukhra. Demak, ala safar bo'ldi musafir. Kichikina safar qilgan odammi? Ammal ma'nal ma'qul amni mazmuni qarsak min ijazatil fitr fi safar wal mashaqqa. Mana. Nima uchun safarda ig'zasi ruxsat qildi? Illati nima? Deb bundan bo'lsak, bu yerga ko'chirsak mashaqqat degan gap chiqadi. Yani mashaqqat degan ko'pincha ahvolda safarda mashaqqat bor. Qisman ahvolda yo'q, lekin anu qisman ahvolni yo'q hisob chiqarib, ko'pincha ahvolni shun asosida. Walamma kana la tuja fi kulli safarin. Demak, ham bu mashaqqa hamma safarda yo'q. Vajaba an yajuza al-fitr fi as-safar alladhi fihi al-mashaqqat. Hamma safarda mashaqqat bo'lmani mashaqqat bor. Yoki ko'pincha ahvolda mashaqqat ko'riladigan safarda ig'zish ruxsat qilinish kerak degan. ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وطن صحابة أما سيدك بردا قرغاندك لمزاد برلك بادك تيد أشو سفرننكي çek çigrisini ayırışta bir ittifak açtı. Malum bir çekva dep qarğanlıqta. Safarның çeki buludu dep qarğanlıqta çek belgileşte ittifakta. Vacaba an yuqas zalika ala al-hadd fi taqsir as-salat. Undan keyin namozni qasr qilishni shu o'xshasa bo'ldi. O'xshash kerakmi shuna? Undan çekvatı, bundan çekva. Demek ki sahaba asas ittifak. Bu şey cumhurun delili. Yani sahabalar asasen bu seferge çek belgilegen. Çek belgilegen diken, namazda mı qasr qilishga safarning masofasini çek belgilash bo'lgan ekan, ikkisini o'qishimiz shunga qiyos qilmaymiz. Sahabaning birlikka kerak nimasini namozdagi çek belgilash ikkisini qiyos bilan kuchlantiradi. Safar ta'a, safar ma'siya deganda bu shaydimi? Elbet şudur. Bu şu ruhsatlidan, yani ig'zish ruxsatidan, qasr qilish ruxsatidan foydalanganlar kimlar desa, boshqa mazhabdagilar taat safar qilganlar foydalanadi. Hanifiy mazhabda masalan, taatga olsun, ma'siyat uchun safar qilganlar olsun, hammasi foydalansa bo'ldi deb. Bu boshqa masala, bu boshqa masala. Masalan, birisi hajga minibdi, ibodat qiladi. Bunda hamda namozni qasr qilish, safarda ro'za tutmay ig'zish tutishimizni foydalansa bo'ldi dedi. Yani bir o'g'ri hajga berib, o'g'irlik ovqat qilib kelay deb safarga mingan bo'lsa, o'g'irlik qilishga borganlar bormi? Boshqa maqsadda men borganlar bor. O o'g'ri hamda o'g'irlik nima qildi? Haj nima qilgan, namoz nima
o'qib qo'ydim. Lekin namozni o'zingda o'qib qo'ydigan, o'g'illikni o'qib qo'ydigan. Odat shundaqmi? Masalan, tijoratchining ko'pincha shunda shu masjidda namoz o'qiydiganlarning ko'pinchisi farzni ado qilgan bo'ldi. Yolg'on gapni qiladi, zina fohishni qiladi, so'z tijoratda xalqning haqqini qaqsoq qiladi. Bundash bo'lganda, bu yerda ibodatni bir butun tushunmay, juz'iy nimani tushunmagan. Bunda tushunmagan bo'lgan bu o'g'ramda namozni o'qib, ro'za tutib, islom ko'rsatgan haqiqat berib o'g'illik qilmoqchi masalan. Bu foydalanish bo'ladimi bu ruxsatda? Namozni qasr qilish bo'ladimi bu o'g'ra desa? Endi mazhabda mayli. Ro'za tutmay ig'zasi bo'ladimi mayli. Ammo ko'pchilik olimlar yo'q, uni ruxsat yo'q. Chunki bu yerda bu kengchilik shu Alloh yo'lida taat qilayotgan holatda qiyinchilik uchrasangiz, unda buni ruxsat bor. Siz hozir o'g'illik qilmoqchi, Allohning ko'rsatgan xilof ish qilmoqchi. Bunga kengchilik qilmaydi. Demak, shu namozni qasr qilmaydi, o'zini tutasiz. Ha, demak bu to'liq bu o'g'ri namozni qasr qilmay o'qish kerak. Ay safardimi ro'za tutish kerak. Ishga ayirgan gap. Buni bu o'g'irlik qilishi bu bizlar nima? Jinoyat. Ma ibodat qilish bu boshqa masala. Xuddamda mesela yağlık atma yürüydiğinler namaz okuyanca yağlık atılım namaz okup başlap yürüse namaz ada oldu. Ma yağlık atmağanlıqınız Allah Taala'nın farz kılıp beklemey icabqa amal qılmağanlık oldu. Bunun cinayet yazıldı deb ishga hisoblagandak. Ya ro'zga ayoldan başlap yürüse ro'zni ada qilganlik o'ziga beshna ichayotganlik u bir jinoyat matarab tezildi degandek ayrim qarab turdilar. Hali endi bu ikkisi farz bu. Ro'za tutish İslam'ın 5 asas farzdan birisi. Hani yağlık atışma ayollarga nisbatan muhim kılınan farzlardan birisi. Demek bu namda farz ada oldu mu, bo'lmadi mu ada bo'ldi. Ro'za tutma tutdi. Okey. Yani farzni yağlık atışda var, farzni ada qildi mu, buni qilmadi. Bunun cezası var. Yani bunun cezası bilan ma'nun farzni ada qilganlik jazosidan qutulib, ma'nun yo'lga qo'sh, bu xatarlik ahvol. Aslida musulmon ayol qanday qilish kerak? Ham ro'zani tutib, yog'liqni atib, islom ko'rsatmani to'liq rioya qilish kerak. Endi hozir ayol kishilar emas, hamma kishilar shunda bir tarafdan ketkizib qo'yib, bir tarafdan ijro qilib mandaga oladi. Shunda cho'qim bu asiy bandaning hech qanday ibodat qabullanmaydi desak bo'ladi. Chunki cho'qim asiylik qilgan bular. Ma'lum bir tarafda. Lekin ma bir tarafda asiylik qilsin, ma farzand qabullanmaydi desak, u chog'da hamma dindan chiqarib etsak, uni ibodat qilma, bekadabi qilganda ibodatdan qo'lib chiqarib etsak. Uningki Alloh taolo balkamda yaxshilikni yaxshi shaklda qabul qiladi. Uning esasini xos jazolar xosa afu qilib etsa emas. Hamda vamman maradulladhi yajuz fil fatr. Yani kasalning o'sha musafir qodir yaqin qarab kasalning bu kasal nagishi bo'lsa yig'ish ruxsat qilindi, qanchaga o'sa ruxsat qilmaydi desak, fa'ina ixtilof fi aydan fadaba qawmun ila anna maradulladhi yalhaqu min as-sawmi fihi mashaqqatun va darura. Qattiq zurul muhtoj bo'lib ketgan, qiynalib ketgan bir ro'za bo'lib qolsa, shundan kasallikka qarta kamchilik bor. Va bihi qala Malik. Va daba qawmun ila annahu al-maradul g'alib. Ba'zi olimlar umuman ko'pincha ahvol bo'lgan kasallik shu deb qarab. Va bihi qala Ahmad. Ko'pincha hamda insonga bo'lib turgan, ele qizitma, ele qo'saq og'riqi, ele biza og'riq bo'ldi-ku. Shu kasalliklar qarta ruxsat bor demakchi. Imom Ahmaddan so'rabdikan, bu qizitma mush kasallik kichiramdo, qizitmadim degrak kasalmi bormi dedi. Qizitma yomon kasalmi bu? Odatda ko'pincha ham shu kundalik turmushda inson bo'lib turgan kasallik. Va qala qawmin idan talaqa alayhi ismul marid aftara. Ba'zilar kasal debmishin digli bo'lsa, ash odamning ahvoli qarab. Bo'ldi shu irzasi bo'ldi. Xuddi muzarida ekan, safar, musafir digli bo'lamdi desa, bo'ldi desa. Shafiyda mushlarasida nimani Zahirliga yaqin. Çünkü Davud Zahiri şu onun şagirdlerinden birisi İmam Şafii. Ahmet sen yaqinmi Zahirga yani shu? Yo'q, İmam Ahmad muvaffaq yaqin emas, Şafii mazhab yaqin. İmam Ahmad ahli hadis tarafga yaqin. Temizlik olimlarning Davud Zahiri. Hamma gaplari chetga ekan. Jumhur tarafdan chetga qilib ketadi. Deganda boshlanish nuqtasida sal mayga qarilib ketgan ekan. Keyin oyoq olgan chog'da bu orliq qanday bo'lib ketadi? Demak biz hozir beşeylen hozir bir yerdan qo'zg'aldi. Lekin qo'zg'alishda hamma udul qaragan bo'lsa, mana 1 milli 10 tarafında qarilib mangan bo'lsa, keyin 2 kilometr mansaq orliqimiz qanday bo'lib ketadi? Başlang'ıç nuqtasida masala bor. Qaysi e'tirof qilmaydi Zahiriylar. Lavaniki bu masala keyin eg'rilishib ketadi. Kimda o'qigan Shafiyda? İmam Şafii'mi? İmam Şafii, İmam Abu Hanifa'nın şagirdi Muhammed ibn Hasan'da o'qigan, İmam Malik'da o'qigan, İmam Ahmad'da hadis o'rgangan, İmam Ahmad ondan ilm olgan.
İmam Şafii'nin zahiriyligi bor ba'zi. Ha shu İmam Şafii asli shu. Davud Zahiriyligi shu zahirlikni o'rgatgan adam shu. İmam Şafii kim İmam Şafii'ga shu ustozdir o'rgatgan. Demak bu bir narsa o'rganib, ondan bir tarafga ig'risib ketgan bu. Bu hamda cho'qim uni kim o'rgatgan bo'lish kerak emas. Bu o'zlikni ba'zi kasal yuqdi desa, mesela birincisiga kim yuqtirgan desa, o'zlikni bo'lib qolgan deymiz-ku. O'shanga o'xshashga. Endi bu safar degan so'zga, kasal degan so'zga eslab oldi bu. Agar safar deblam atilgan deb qolsa, bu shariat ma'lum bir o'lchamni qo'ymagan deb qolsa, keyin bu kishilarning urf-odati shariatning belgilamasini u ham bu ham qilib turdi degan ma'no chiqib qoldi. Masalan deylik, burungi olimning tushunishida safar degan masala hech bo'lmasa eng aqallisi 3 mildan tortib safar degandir burungi olimcha. 5 milmi safar demagan. 3 mildan tortib salas amyal va salas faras degan eng aqallisi 3 mil, ya'ni 5 kilometr atrofida. Endi zaman taraqqiy qilib deylar. Bundan keyin odatda hamda bazar qilay, masjidga namoz o'qib bir qilay desam bu safarda atadigan bulab qolsa bundan keyin. Masalan, u chaqda xalqning bunda ko'nib qolgan xato urf-odati va islom shariatining hukmini bu ham qilyapti degan. Ve bunun ilgirki alimlarning shu chaqda urf-odat shuningga yaqin bir narsani belgilab qo'ymasak, u keyin so'zning ishlatilishi o'zgarib ketadigan holga. Hali jiqnasi o'zgarib ketdi-ku. Sayyara, saih degan o'zgarib ketdi, jayb degan o'zgarib ketdi masalan. Buni o'zgargan narsalar endi o'zgarib ketib qolsa, hatto javob o'zgardi-ku masalan. Bunga javobda boshqa, bundan keyin qog'oz javob chiqib qolsa, buni javob deyish mumkin. Bundan keyin bu safar deganda bundan keyin boshqa narsa ishlatib qolsa, endi qisqa bir bazavr qilash, birinchi qavatdan uchinchi qavatga chiqishni safar deb ataydigan bo'lib ketsa, bu chaqda uningga xuddi shariatning belgiligini qatchida u yerni tatib etgan bo'lib qoladi. Xalqlarning urf-odati. Agar 80 kilometr dedik-ku, agar shu oraliqda bundan keyin zaman taraqqiy qilib 1 minutda ham biz borgan bo'lsak-mu, yana ta'sir qilamiz. Chunki burun shu burungi davrda endi belgilab qo'ygan nima bo'lgan ekan. Ham 4-chi masala kelsak, وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك. Musafir qachon ig'zachidi, qachon ro'za tutgandek bir narsa yemay tura oladi deydi. Masalan, ro'za tutib safar qilgan bo'lsa, aytgan ro'za tutib zo'liq ya. Çünkü soat 8-9'lar onda tush vaqtidan safarni boshlab qoldi. Masalan, ig'iz achamdi, ochmamdi. Fa inna qawman qalu yuftiru yawmahu alladhi kharaja fihi musafiran. Demak, shu kuni ro'za tutib safarga otlangan bo'lsa, shu kunda ro'za tutish kerak deydi. Ig'iz ichish kerak deydi. Va bi qala Shabi wal Hasan wa Ahmad va qala Taifa la yuftiru yawmahu dalik. Bir guruh olimlar ya u kuni ro'zani tutish kerak, ig'izasi bo'lmaydi. Va bi qala fuqaha al-amsar. Fuqaha al-amsar degan atalgan nima bildirdi? O'z vaqtidagi cho'ng shaharlardagi tonilgan olimlar, Kufa, Basra, Makka, Madina, Sham masalan Dimashq. Shu yerdagi tonilgan har bir shaharda bir nechadan tonilgan olimlar bor. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Layth, Awza'i, Ibn Abi Layla masalan. Ashulan واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما. مثلا سفر qilib masalan etgan tarafda bir shaharga yetib borgan bo'lsa, olimlar ro'zchiga yaxshi. Chunki bu etganda ro'z tutgan chisi bu muqim bo'lgandek qoldi. Kechgacha ro'z tutgan holatda bu unda bo'lsa, ro'z tutchigan yaxshi. Eg'zachim ruxsat, lekin ro'z tutchigan yaxshi. Shu kunning ko'p qismida odatda muqim holatda bo'lganlikdan. Ve ba'duhum fi zalika akthar tashdida min ba'd. Ba'zilar undan bakrak chiqib ve kulluhum lam yujibu ala man dakhala muftiran kaffara. Eg'izachib chigan bo'lsa, uni kafarat bir narsa ketadi demabdi. Vaqtalafu fi man dakhala qadaba ba'dun nahar. Tush vaqti bo'libdi masalan. Kunduzning bir qismi o'tib ketib, shaga yetib borgan bo'lsa, fadaba Malik va Shafi'i ila annahu yatamada ala fitrihi. Eg'izachayotgan davomlashaverdi dedi. Tamada istamarra. Va qala Abu Hanifa va ashabuhu yakuffu anlak. Abu Hanifa va shogirdlari yo'q bir narsa yemay to'xtadi. U chaqdan burun yarim kun eg'izachib bo'lgan ekan, ro'za tutolmaydi. Lekin shu Ramazonning hurmati, boshqalarningki tuyg'usi hurmat qilish jihatdan u bir narsa yemay turdi. O keliblamg'achida biz safardan kelganda ko'chada oshxonada o'tirib bir narsa yegil tursa, ko'chadagi musulmonlar azalagan bo'ldi. Ham bular yomon gumon qildi. Bu safardan kelganda o'qimaslik mumkin. Ramazonda ro'za tutmaydigan nima ekan, ma'no deb tushunishi mumkin. Va kadalika al-haid indahu tathuru takufan lak. Ejda ayolmi tush vaqtida kasaldan saqibda ejda ayol. Bu chaqda tushdan keyingi qadar
chiptagan kadar bir narsa yemay tuttur ekan. Ve sebebi ihtilafihim fil vaqtillazi yuftiru fihi al-musafiru ve muaradat al-athar lin-nazar. Deyadigan qanda chaqda kasa ichivirdi, ya bir narsa yemay turdi degan masalada kelgan hadis bilan aqli dalil kelib qoldi dedi. Amma al-athar fa innahu thabata min hadis ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hatta balagha al-kadid thumma aftara wa aftara an-nas ma'ahu. Ma'lum bir vaqt o'tib bo'lgandan keyin shu kunduzda andin yerimidilam ig'zichvetdi shunama. Bu aslında caizlikni bildirdi. Va zahirada annahu aftara ba'dan bayyata as-sawm, yani kechida ro'zani niyat qilib, ro'z tutib bo'lgandan keyin unda ig'zichvetganligini bildirdi. Va amma an-nasu fala yushakku annahum aftaru ba'da tabyitihim as-sawm. Shu qo'shinmi albatta. Kecha ro'z niyat qilib bo'lib, unda Rasulullah ig'zichvetganligi aniq. Va fi hada al-ma'na aydan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi vasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fasara hatta balagha Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim degan shu Kadid, Usfan degan yer shu. Ya'ni Makkaga 80 kilometr atrofida qolgan yer. Va saman nas qo'shinma ro'z tutgan shunama. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. Yani Resulullah qo'shindagi jangchilar ko'z turib bir qadah suv ichib chiqgan. Ig'zichvasan bo'ldi deb bildirish uchun. Faqilahu ba'da zalika inna ba'dan nas qad sam. O qo'shindagi ba'zi lashkarlar ro'z tutoldi yana deb Rasulullohga ma'lum qilgan chaqda Rasul ulaykal usa. Yani men ruxsat deb ig'zichvasan deb buyursammi, buni anglamay ro'z tutgan ekan bu osiyli bo'lar debgan. Seydi. Ularga olsa degan eg'iz etishga buyurgan turug'liq Rasulullah buni unumay ro'z tutgan ekan asil deb suhbatlagan. Men o'sha eg'iz etish balki Rasulullah unda eg'izsan bo'ldi deb buni bayon qilib qo'yish uchun, quturish uchun eg'iz ochgan bo'lishi mumkin. Yoki ata dushman qo'shin bilan tutishgan kun ajizlab ketmanglar deb buyurgan bo'lishi mumkin. Yo'q shunda buyursa uni unumay ro'z tutgan ekan, bu Rasulullohning buyrug'iga unumay asil qilgandek bo'ldi demak. وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة. وأبو بصرة الغفاري سفر قلق شانın şunda öylerdin şunda ayrılgan çağda kaç dastan eklenler depti. Sufra degan nima? Safarda silib tamoq yeydigan bir yog'liqdek narsa. Shu sufra degan asli shu dastan degani safarda tamoq yeyishga saldigan narsadan kelib chiqqan. Keyin uni biz dastonga ishlatdik uyda. Muqimalar ishlatgan sufra. Masalan biz hozir safar qilamiz. Sha'ningda sirtga chiqsak, sha'ning uylari qilib qolamda, sha'ning uylaridan o'tgandan keyin ya sayliq chiqdi ya etizlik chiqdi. Mishunda chaqda andin bu adasqan eklanlar debdi. Qala Ja'far ravil hadis bu hadisni rivoyat qilgan Ja'far ibn Jabr debdi. Faqultu alasta taral buyut. Uylarni ko'rmatamsa, yani sha'ning uylar ko'zdan ko'rinib tursa, taral buyut. Va Abu Davudda taral buyut. Ta'umma deb bir rivoyat bo'lishi mumkin. Ta'umma to'g'ri. Hanisdan bo'ladi. Ta'umma degan taqsudul buyut degan bo'ladi. Ta'umma bo'lsa. Ya'da taral buyut. Yani sen bu uylar ko'zdan ko'rinib tursa, bizda jiroqlab boshqa çölün oturup yapamazsak sen misal izleyeceğimse demekçi. Fakale etergab an sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünneti mi şu? Ben bunu bilime. Sen bu sünnetin yüz öğrimse, kalimamse, kale Cafer fakir. Ulan bu yavruktu. Yani sahabe Resulullah'ın sünneti olduğunu bilgen iken sünneti amal kılman da bilgenge. Ve emmen nazaru en biyada muşu eserlige zitkep bağında körünep bağın akli delinime. Felemma kan musafir la yuzlahu illa en yubayyita as-sawm leylet seferi. Yani musafir kişi mi sefer seferde keçse niyet kılış gerek ama bamdat kadar. Lem yuzlahu en yubtala sawmahu. Bu çağda ro'zani niyat qilib bo'lding sen. Niyat qilib bo'lgandan keyin buzvatsan bo'lmaydi o deydi. Mana pilning dalili, ha. Vaqad bayyatahu. Yani sen kechida niyat qilib bo'lgandan, unda keyin sen buzvatma. O'zing balvaqlagan narsani yanma demakchi. Yo'lbos izidan yanmas degandek. Liqawli ta'ala va la tubtilu a'malakum. Amallaringni bekor qilib qolmanglar. Xuddi bu ro'z tutib bo'lib, buni bekor qilayotgandek. Tushunami? Wa amma ikhtilafun fi imsak ad-dakhili fi athna' an-nahar 'an al-akl. Endi shu vaqtda kunduzda bir shaga yetib kelgan kishi qattiq yemayanda bunikin shaga yetib qolgandan keyin bir narsa yemay to'xtalish kerak degan masalaga kelsak, فالسبب في اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان. شعبان 30 günü يوم شك dedi. Bu يوم şekte iniqta bu Ramazanның birinci emasda içivetdi bu. İçivetkenin keyin ondan neçelen guvalıq qırıp akşam bizden kögendik bugün ro'za tutdik. Bugün Ramazanның birinci günü deb guvalıq bergandan keyin sabit oldu mu? Sabit olgandan keyin bu qanday qildi o? Bu kechgacha
Biznes yemeği tutturdu. Aslı bu rozusu mu demdi? Yerim gün geçip biznes naşık ederken bu kim tutaysın rozusu bulmaydı. Lekin bu hürmet cihetinin şonga başkanının tuyg'usiga rioya qilgan jihatdan biznes yemeği turdi deydi. Shuni o'xshatib qolsak, xuddi yerimidan, shutidan bir şey yetib kelganimni shunga o'xshatsak, bu chog'da shunga o'xshash yemeği turdi deymiz. o'xshatmasak yo'q esinmaydi dedi. Faman shababi qal yumshkan al-akl wa man lam yushabbihu bihi qal la yumshkan. Mesela kıyas kılamda kumamdık. Lianel evvel degine el-akilu fi yevmi şek el-evvel akala li mevdal cah. Bu bilmezsin yapsaldı bu. Tamam. Şu günün Ramazan ekeligini bilmedi. Ve hada akala li sebebin mubihin ev mucibin lil-akl. Ma ikincisi bolsa bu sefer degan bo'lgan ekan, ibah keltirdigan bir sebep bo'yicha undan yegan bo'ldi. İkisi o'xshamaydi deydi. Val Hanafiya taqul, unda Hanafiya ikisi o'xshash deb turibdi. Nima? Kilahuma sababan mujiban lil-imsak an akli ba'da ibahatil akl. Boshda yesan bo'ldi deb mubah kelgandan keyin undan yesan bo'lmaydi deb yemay turilishga sabab bo'lgan bir ahvol bu. وأما المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه رمضان دا سفر يتقى روز ماي كان باشا تطولما da mündakis bulamdı bu mumdu. Rahat paraslarında kıldı dızdukla ataydan başta kızın bulgan seferin ataydan Ramazan'da böyle tutması için bağını kılılan seferi çıkıp kıldığı ahvalı var. Yani kim tutasın bulamdı bu mumdu. Ya ki ya onda sefer kılsan bulmaydı o demdi. Feynel cumhur alana vecuz zâlike lehu. Cumhur onda kısım meyle dipti. Sefer kılıyas meyle. Sefer kılıyan iken de uçağı roz tutmay kim tutudu. Şunama meyle dipti. Varuyan ba'dihim ve huve Abid el-Selmani ve Süveyd ibn Gafala ve Ebu Mizles yani bu tabi'iyle ennehu insafara fihi yani fi Ramazan'da sefer kılıp kalsa roz tutuş gerek dedi. Ebu Mizles şeref tabi'i. Bula Ramazan'da sefer kılıp kalsa roz tutuş gerek dedi. Ve lem yücizu lehu el-fitr. İğzastan bulmaydı o. Ramazan'ın kim sefer kılamasa durub. Ve sebep ihtilafun fi mefhumi kavli ta'ala femen şehide minkum şahre felyasum. Ve muşundan aldığan hukumda ihtilaf çıkıp kaldı. Ve derken o yahtemul an yufhama minhu enne men şehide ba'da şahri fel vacib aleyhi yasumahu kullahu. Bunu da manda düşünüş mümkün dedi. Sen şu ayının bir kısmını sağlam mukim halatda olsan mı hemmini tutuşun gerek diye mezmun çıkıp kalışı mümkün değil. Demek bu nima şeylerinin karşı. Mesela Ramazan çiğde biz bir iş gün tutup bulduk. Yani biz iş gün mukim halatda şu Ramazan'ı boğan iken biz ahir kadar sen sefer kılmaymışsın. Mukim halatda tutuşun gerek diye mezmun çıkıyordu. Ya sefer kılsan mı tutuşsa deb, falyasum diyen sefer kılsan mı bir kısmını şahit olgan iken tutuşun gerek diye mezmun çıkıyordu. Ve yahtemil an yufhamu minhu enne men şehide ennel vacibe yasuma zalikel ba'd allazi şehidehu. Ya bundan maksat sağış qanchalik kısmını neç günne mukim sağlam halatda şahit olsan şunu ham tutsan buldu degan mi chiqishi mumkin. Yani cumhurdan qarshi ama. Ve derken o lamma kana al-mafhum bi-ittifaq Ammelerinin ittifaqı boyunca bu ayetin aldığı hukum mandat edi. Enne men şehidahu kullahu fe huve yasumu kullahu. Hemmine mukim halatda köse sağlam mukim halatda hemmini tutish kerakdi. Bunun ittifaqı var. Kana men şehid ba'dahu fe huve yasumu ba'dahu. Undan keyin bir qismida sahih mukim bo'lib qolsa, shu bir qismini tutadi. Bunun da ittifaq bo'ldi. Endi qolgan qismida ixtilof bor. ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. Cumhurning qarshini tushunishini kuchlantirdi. Nima? Rasulullohning Ramazonda safarni boshlaganligi, Ramazon chirib bo'lgandan keyin safarga chiqqanligi jumhurning qarshini kuchlantirdi. Ramazonning 5-dan shu muqim holat tutqulab, undan keyin 5-6 kun o'tgandan keyin, 15 kun o'tgandan keyin undan safarga otlanganlar. Demak, safarga otlangandan keyin safarda ro'za tutmadi emaslar. Ig'zichvatdi-ku. Lavanken şu mukim sahih halatda bo'lganni tutadi ekan, qolganda tutmasin bo'ldi ekan deganni qilsak, bu jumhurning qarashi jallanib ketadi. Albatta jumhurning qarashi kuchli qilindi. Va amma hukmul musafiri idza aftar, an musafirimda safar qildim deb ro'za tutmadi shunama. Yani bu qazo qilishga qanday qiladi? Cho'qim qazo qiladi. Ittifoq. Ve kederken marid li qavli ta'ala. Kesel kishi manda keseldan deb ig'zi ichayotgan bo'lsa, keyin saqaygan kadar ro'za tutoladi. Fa'iddatun min ayyamin ukhra deganlik uchun. Ma'adal marid bi igman aw junun. Ammo rushidan ketib qolgan, oylinib ketdi, rushidan ketdi deymiz-ku. Igma munda bo'lib qolsa yoki sarang bo'lib qolsa, mush ikki ahvolda ixtilof bor deydi. Bu bir xil kasallik, bir normallik.
Lekin mushunda bo'lsa, bu iddatun min ayyam boshqani qazosini qilamdi, qilmamdi. فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه. Yani uçtin ketken adam bu kazasını kılış gerek depti. Asas köpçülük alınma. واختلفوا في المجنون ama saran olup kalan kişiler ihtilafışıp koptu. Ve mezhebi Malik vücubul qada aleyh. İmam Malik onun kazasını kıldığı depti. Lekin bu karaş aciz. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve anil mecnun hatta yufiq. Yani rufi'al qadam an thalâthe. Aninnan hatta yastayqiz ve anil as-sabi hatta yahtalim ve anil mecnun hatta yufiq. Demek müşahede vacip emas degan gap bo'ldi miyada. Saran umşalığın kadar onun biznesi vacip olmaydı degan ma'no chiqdi. Ondan keyin qazosini qildi degan narsani keldingiz. Asli tegdi vacip bo'lmagan narsa qanda o'tnisini birdi dedi. Demak bu yerda İmam Malikning qarshini ojiziyatda mana ta'assub yo'q. Vallazina awjabu alayhimul qada. Endi o ikkilarning qazosini qilish kerak deganlar o'zlari ixtiloflashib qoldi. Fi kawnil igma vel junun mufsidin lis-sum. Bu boshqa tarafdan ixtiloflashib qoldi. Bu ro'za tutgan odam masalan saranglab qolsa yo vujdin qolsa buni ro'za buzilib ketamdi, buzilmamdi. Xudoga qaran sundirib o'tamiz, sundirmam deganda. Ro'zni sundirib o'tamiz, sundirib o'tmamdi. Faqamun qalu innahu mufsid. Ba'zilar ro'zni buzaytdi debdi. Nima uchun? Buni tushunishda nima uchun buzdi deydi desa, masalan, bu xuddi shu sagak aqlishing holatda shu tutaman degan niyat bo'yicha bunda irodang bilan tutmading demoqchi. Yo'q, yani irodasi yo'qlab ketdim buni. İhtiyarsiz olan. Ixtiyorsiz bo'lib, bu yerim yo'lda xuddi to'xtab qolgandek bo'lamiz. O'shanikida yordam lekin aslikasi tulab tutayversa. Tutuyasi bo'ldi. Tutuyasi bo'ldi. Bunda albatta mazhablara tafsiloti ixtilof bor. Wa qawmun qalu laysa bi mufsid. Ba'zi yo'q buzilmaydi debdi. Wa qawmun faraqu bayna ugmi alayhi ba'd al-fajr aw qabla al-fajr. Ba'zilar tanatqandan ilgari, tanatdan keyin o'shin ketganlikni ayirib baxtdi. Va qawmun qalu in ugmi alayhi ba'da mudi akthar an-nahar ajzau. Kunning yarimidan jiqroq o'tib ketgan bo'lsa, u chaqda mayli o'lgan. Va in ugmi alayhi fi awwal an-nahar ro'zasi buzilmadi deydi. Lekin kunning 5idan boshlanishidan o'tgan tarafdan o'shin ketgan bo'lsa, bu qazosi qilmaydi, ro'za bo'lmaydi debdi. O madhab Malik. Ko'p qismini maqamul kull qo'yibdi deb. Muazzam maqamul kull. Ko'p qismi shuning o'rnida turdi. Az qismi o'rnini bosolmaydi. O madhab Malik va hada kulluhu fi da'f. Bu hammasi ajizlik va bu qarashdi. Nima uchun fa innal igma vel junun sifatun yartafi'u biha taklif. Chunki o'shidan ketish va saronlik degan bu taklifni ko'tarilgan narsa. Vojiblikni yo'qotadi. Va bi xosatin al-junun bularmi saranlik. Saranlik aqlomon degan taklif yo'q. İzertafa'at taklif lam yusaf bi muftirin ve la saimin. Endi taklif ko'tarilib ketgan chaqda bu ig'iz ochdi yo ochmadi demaymiz dedi. Çünkü taklif bo'lsa bu bir narsani yegan bo'lsa ig'iz ochdi dedi. Yemasa ig'iz ochmadi dedi. Bunda onda ig'iz ochish ig'iz ochmasligining sifat bo'lmaydi dedi. Takayfa yuqalu fi sifat allati tarfa'u at-taklif innaha mubtilatun lis-sawm. Bu taklifni ko'taradigan vojib sifatini yo'qotadigan bir ahvolda bu ro'zni buzutdi. Asli buzutish degan vojib bo'lishning bir qismiga. Ha. Bu adam mukallaf bo'lsa buzutdi degan gap o'rinli bo'ldi. Sharikda buzutish degan bo'lmaydi. Tutish degan sifatlanmaydi deydi. إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله. خدام نما Üleg adamga qartağımda disse bo'lgandek bo'ldim buni. Üleg adamam bunun ro'zini baka oldi, ishini to'xtab ketdi deymiz ku. Üleg holatida bu ro'zini buzayotdi, bu demaymiz. Biz salomlatmi? Bu ro'zini buzayotdi, unda degilmaydi. U ishdan ketgan odam bu ro'zini buzayotadigan niyatmi yo'q unda? Qasdlikmi yo'q shunami? Tutaydigan niyatmi yo'q. Lekin bu o'lakka o'xshash. Xuddi o'lakni bu o'lab hamda buning amalidir. Beka olib ketdi, beka qilyapti degilmandek. Buningmi tutdi, tutmadi, buzayotdi degan gap tushmaydi buningga. La yasihhu minhu amal degani masalan ayda ya tarasiz kishi namoz o'qigandek masalan shuruti sihhati bo'lmagan kishilar amal qilsa, qamlashmagandek. Yo'q, bunda unda bir qasdlik ya buzutish bir ifodasi bo'lmagan ekan, buzilmasi kerak aslida. Qazo qilmaydi deganni sal shuni tarjih qilmoqchi. Taklif asli buni kamigan, taklif yo'q demaydi. Masalan, tush vaqtida shu nimalik junun yetsa bo'ladi. Shu yetgan hamonlar uning taklif shaqti ko'tarilib ketgan bo'lsa, oxirini tutish
teklif yok. Yo'q. Ahir hiç teklif bo'lmagandan onu qazasını qilish. Qazoni qilmaydi degan. Shuni tarjih qilayotganda ekan Imom Murshid. O mesela o öyle ki ya gönlünü gitip kaldı, ya olmuşsa yığma uçu gitip kaldı. Bazen de şu damlık şu üzülüksüz biliyordu karşımda. Ben de malum edin yarım saat değil eski kaldı. Şu cunun ya igma mutaqatta. Bizden kelip bizden uşak kelip bizden bundan ixtilaf var. Olar yana alimlar manchaga vaqtda ya deb bunga tafsilotga kirkitdi. Ama mazhabga alimlar. O'lchamlari var O'zbek ittifoqi. Ama umuman hamda Dalam adamiyada çıkınca qalatda bir mandarak ve talaş tartışın badab şunu bir vatız biz. İşkirge şunluq kirmay. Mesela uxlab qalgan kishi bu ki namoz o'qimda o'qimamda. O'qiydi. Rasululloh salasa naym hatta yastayqiz dedi. Ama u uxlagan chaqda o mal u chaqdamda vacib yo'qligi uyg'ongan chaqda falyusalliha man nama an salatin aw nasiha falyusalliha ila zakaraha dedi. Tamam? Lakin isi kelgan chaqda unda vacib bo'ldi. Bu arliq chiqarib ketganda ekan. Sen cunundan yani onu kaza kıldırın geçirecek mi bundan sonra? Kaza kıldırınca mı çıkıp kalıyordu bizde? Peki anda ma cununga igmağa nispeten anda falisallaya da garada berisi yok. Namaz karta ba. Bunu kıyas kılıç oldu da. Kıyas kılıç mümkün. Lakin mağda anda ayrım bir hadis yok. Fal yasumaha ida afaqda bunda yok. Kıyas kılamda kılmamda yok bir mesele. Hem de nerede nöndep kaldık başka meselelerini kirip etti bana inşallah kinki ders okuyamız. Wallahu alem. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.